Yordamga bak, ikkovingga. Furqat. Mana ikki bolang sarishtaqa iltimos, mahallamizda umuman janjal bo'lmagan. Ana ham bir ichib oldi, bir qo'ydi. Menga qarada. Ikkovingga ham otang bir, enang bir. Xullas, bitta oilasanlar-ku, nima qilasan urush qilib, aqling yetsa sportsmen bilan urush. Tushundingmi ikkoving ham? Turyoq bu ikkoving. Yo'q, rais bu bo'lishi mumkin emas. Nima uchun bo'lishi mumkin emas? Nahotki meni o'g'ilchalarim sportsmenni urib qo'ydi? U bola bilasanmi? Mahallamizning 2 karra chempioni, olimpiadalar o'yinlariga tayyorgarlik ko'rib yurgan shaxmatchini urib qo'ydi. Menga qara, netagonmisan, ha? Men senlarga sportsmen deganda baquvvat, zabardast, UFCchi, karatechi, rukopashnikni urdim. Kelib shaxmatchini ham urasanlarmi? Sariq pishak, ko'zi, qurib berdan ikkoving ham. Xo'sh. Sizga kim tegajonlik qildi? Mana bular urdi. Qaysi Qo'llaring qichyaptimi? Nima bo'ldi o'zi? Ey dada, 2 oydan beri qarz bermayapti. Kerak bo'lsa yana uraman qol. Tushundingmi? Mana buni ham yozing. Sen yaqinroq kel. Menga qara, mahallani oldida otangga sakraman. Menga qara, Kolyajon, qarz svetoy. Qarzni qaytarish kerak. Otang 25 yildan beri Rossiyada. Bir og'iz alo desang, Anjirpay orqali Uzkart yoki Humo yoki Visa kartangga pul tashlaydi. Pullaringni naqd pul ko'rinishda ham yuborish mumkin. Bundan tashqari, kommunal to'lovlarni ham to'lasa bo'ladi. Eng qulay kurslar faqat Anjirpayda. Rahmat dada, Anjirpay zo'r ekan. Dada, bu balan dadasini qayerdan taniysiz? Bu tovar otasini deb 15 yil o'tirib chiqqanman. Ballarim, ursalaring uringlar, kazyoldi balasini urmanglar. Davay, oldimga tush.